Assalomu alaykum, kanalimizda obunachilar. Bugun zapchastlarimizni yanada ko'paytirdik, xudo xolasa. Kimga kerak narsalar bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, aloqa chiqaverasizlar. O'zimizda bor narsalarni naricha beramiz, agar yo'q bo'lsa, xudo xolasa zakazdan oldirib beramiz. O'zog'i bilan 4 kunda keladi, xudo xolasa. Motor, ya'ni bo'lmasa boshqa narsalar bo'lsa, shunday narsalar bo'lsa, kelishgan narxda telefon qilasizlar. Aldırıp veremem. Daha lezzetli. Şu adam hazır. Taze giyim özlerinin tanıştırıp ötemem. Su açıklar geldi. Xudo xolasa bundan dim ko'p etib aldırıp qo'yibmiz. Xudo xolasa yozgi sezonga polni yetadi. Kimga kerak bo'lsa menaki mayda shlankalisilardan keldi. Xudo xolasa ko'proq aldırdık. 170 ming so'mdan. Bular abishni kichkina variantlari 100 ming so'mdan bo'ladi. Xunjiyning mana shunday katta xilisi ham bor. Xunjiyniki katta shlankalisininki bulam bu 160 ming so'mdan bo'ladi. Bundan tashqari bakovoylar keldi, xudo xolasa zo'r bakovoylar keldi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Har xil menaki Spatinni bakovoydan tortib telefon hammasinikidan bor. Bunda kriller ham bor, mana 120 ming so'mdan. Bu ko'p ketib qoladi. Bizda bak keyin shunday xunjiylardan shunday uragan mototsikllar oyoq защитниклар kiyuydi. Yozda, qishda bu eng zarur narsa. Bu temir bo'ladi bu obunachilar. Tunika. Temir bo'ladi bu. Qiyshaymaydi, qalin materialdan bu. O'zining mototsiklning o'zining materialiga qaraganda qalin bo'lib ishlangan bu. O'zining mototsiklning o'zida keladi, ular plasmassa bo'ladi edi. Sal cho'pga yo bir to'proqqa tegsam sinib qoladi edi. Bu temir xiyla. Sinmaydi. 180 ming so'mdan bu. Bemalol olib, agar qishda eng zo'r narsalar bu oyoqda защитник panel edi. Olsanglar, lekin konkret narsa. Dostavka qilib beramiz, pul отдельный bo'ladi, telefon qilasizlar. 12 viloyatga dostavka bor. Puli lekin отдельный bo'ladi. Buning bahasi 180 ming so'm. Keyin akkumulyatorlar keldi mana. Skuterlarga 20 lik akkumulyator. Qancha kerak bo'lsa ham aytaverasizlar. Manaki yili ko'rinib turibdi, mana 2026 02 10. Ikkinchi oyda chiqqan 10'unda. Manaki 26 toza akkumulyator hali. Turib qolgan 25 ning akkumulyatorlari emas. Toza akkumulyator hali o'tgan oyda chiqqan bu. Aytaverasizlar, bahasi 320 ming so'mdan. Bor hammasini. Keyin benzinli mototsikllarga akkumulyator kelgan mana. Benzinli mototsiklga 32 lik starterlaringizning motoringiz janini olib toliydi bu. Erkalashmaydi bunda. 32 lik eng zo'ri bu. Bahasi 400 ming so'm. Kelaverasizlar. Balonlarimiz ham bor. 200 ming so'mdan beramiz. Benzinli to'qlig'i. Gulishtillarimiz ham bor. Gulishtillar ham bor. Vozdixlar, moylarimiz bor. Bunday 35 ming so'mdan motor moy litrini. Kelaverasizlar. Mana shunday kuzovning ruchkalari ham bor bunday. Tartadon 30 ming so'mdan. Bu zo'r bu. Eng zo'ri bunday. Dastalar ham rezinkalari bor. Prямо taqazlardan ekindan svark tegasizlar, tamom, всё, bitdi. Eng zo'ri bu, hurmatli obunachilar. 30 ming so'm shtukka, bunalar 100 ming so'mdan. Keyin radiatorlarimiz bor, 350 ming so'mdan. Bunday. Ustida probkasi yo'q, bachokka tushadi bu. Bu yerda отдельный suv bachogi bor. Radiator bu. 350 ming so'mdan. Arqa stoplarimiz va to'qli mototsikllarga 48 dan 72 voltgacha ishlaydi. Bundan ham bor. Keyin 450 ming so'mdan eng zo'r, eng sifatli bunday to'qli mototsikllarga reduktor kelgan. Qalin material bo'ladi. Ishlari mana shunday listlar qalinlashlangan. Alyumin lekin 18 ishli. 350 ming so'mdan. Eng zo'ri lekin o'zim qo'yib birdek paxtani ishlatib yuribman. Ancha-muncha ketdi. Endi odamning o'ziga ham qaraydi, lekin ketavermaydi. Mana shunday bananga o'xshagan
Pоворotniklar bor, xunjilarga shunday benzinli mototsikllarga tushadimi? Shtugi 35 ming so'mdan. Bu qizil bo'ladi. Anday prostoylar ham bor, eng oddiy variantlar. Bu yaxshi xil originali. Shtugi 35 ming so'mdan. Kasklarimiz bor, 200 ming so'mdan kelishib beramiz bularni. Yozgi sezonda endi bu yana pishga ko'payadi. Skuterchilarga eng zo'r ketadigan kask. Ochkisi ham bor, sirtida oynasi ham bor oddiy. 200 ming so'm kelishamiz bilan. Bunday armadaning nurlari ham bor menga. Geldiğin farlar. Bu yerda robot kellar var. Bu yanda starter reli hamma narsalardan bor. Mana shunday 80 ming so'mdan ham keldi. Ukki. Bu adam so'rab yurdi, kelmaydi, endi keldimi, bahonasan. Kelaverasizlar. Stanovkasi oddiy bo'ladi. Stanovka ham qilib beraveramiz bunga. Любой mototsikl. Ukki bo'ladi. Ikki xil rejimda ishlaydi. Sari dальний ближний var da, xullas sari ближний sari bo'lgan ham shundayroq bo'lgan ham. Bu yoqda mana telefon rolga qatirib qo'yadiganlar bor, 50 ming so'mdan kelishamiz ulardan. Endi Windexlar bor, har xil. Bular kelishaveramiz. 110 ming so'mdan Windex 20 lik, 16 lik ham bor. Mana shunday stoplar ham bor, ko'p odam izlab beradi buni. 70 ming so'mdan. Bunday lashillar ham stoplar bor. Bular ham 70 ming atrofida bor. Bular 80 ming so'mdan. Bular Zollondagi. So'ng 200 ming so'mdan ichi mototsikllarning barabollari bor. Bu yoqda zaryadchiklar har xillari bor. Telefon qilaverasizlar. Menda bo'lmasa oldirib beraveramiz akasi. Bakovuylar, har xil vejlarimiz bor. Hozir kelaverasizlar, qo'ldan kelgancha to'ldiramiz vejlarimiz. Bunday ruchkalar ham bor ya. Sifati zo'r, qalin materialdan ishlangan. Original bo'ladi. Chepchexollar bor, izlardagi 35 ming so'mdan. So'ng rul tilchetlar va benzinli mototsikl, to'qli mototsiklga ham bor. 50 ming so'mdan. Bunday перемычка qismlari ham bor, har xil. Plus minuslar. Üstü zakrit bo'ladi. Switchlar, har xil narsalar bor, gazorchiklar bor, to'qli skuterlar bor. Shunday. Mana shu charxlar ham bor menga. 120 ming so'mdan ijg'a tushadi. Gilzi po'shillar ham bor menga. 150 lik, 200 lik gilzi po'shillar. Kelasizlar, xudo xolasa. Bo'lmasa o'zingiz ham ustanovka qilib qo'yasizlar. Kelasizlar, mototsikl tashisizlar, polni taxlab bo'lganimizdan keyin hisoblashib, xitab etib ketaverasizlar, hurmatli obunachilar. Akkumulyator cheklanmagan miqdorda bor. Aytaverasizlar.